O'zgidromet 23-26 may kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26 mayda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 mayda 13-18, 26 mayda 15-20, kunduzi 23 mayda 25-30, 24-26 mayda 28-33 gradus bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 23 mayda 22-27 gradus bo'ladi. 24-26 mayda 28-33 gradusgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 gradus, kunduzi 23-24 mayda 22-27 gradus bo'ladi. 25-26 mayda 27-32 gradusgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. 23 mayda ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 mayda 15-20 gradus, 26 mayda 18-23 gradus, kunduzi 23 mayda 26-31 gradus bo'ladi. 24-26 mayda 33-38 gradusgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mayda yomg'ir yog'adi. 24 mayda ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-24 mayda 15-20 gradus, 25-26 mayda 13-18 gradus, kunduzi 23-24 mayda 23-28 gradus bo'ladi. 25-26 mayda 27-32 gradusgacha ko'tariladi. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.